tayoqsiz bir odim ham xonani ichida u divondan bu divonga tayoq suyanib o'tadigan bo'lib qoldim. Yetib qoldi. Bizga bu jonimizni beldagi, bo'yindagi, boshdagi, qo'ldagi og'riqlar bilan kelgan edilar. Bugun muolajadan keyin otziv berishga qaror qildilar. U yog'ini o'zlaridan eshitamiz. Men Samarqand oblasti Pastarg'am rayoni Qayrag'och qishlog'idan kelganman. Mana shu umurtqa pag'anasi, skelet nimalarni davolaydigan mana shu shifoxonani topib keldim. Oyoq qo'llarim ishlamasdi. Qancha bansalarda yotdim, tashmida yotdim. Baribir shifo topolmagandim. Ikki oyog'im, ikki qo'lim keyingi vaqtlar ancha ishlamay qoldi. Mana shu yerga kelganimdan keyin birinchi muolajasidan birdan tayoqni tashlab o'zi yurishni boshladim. Yelkamda, bo'ynimda, umurtqalarimda hamma joylarda grijalar bor ekan. Men shularni ham davolab, Xudoga Allohga shukr yurib, o'zimdan juda xursandman. Bu kishilarga mingdan ming rahmat. Sog' bo'lsin, doimo ishlarini rivojini bersin. Shu yerda sog'ayib ketganim uchun boshqa insonlarga ham tavsiya qilish uchun mana men xursandchiligimdan gapiryapman, chin yuragimdan. U bunaqa aldash ya bunaqa emas. To'g'ri so'zda mana joyimdan turib ketishim, mana yurishim bo'lsalaringiz, mana to'g'ri o'z holimda yuryapman. Tayoqsiz bir odim ham xonani ichida u divondan bu divonga tayoq suyanib o'tadigan bo'lib qoldim. Xudoga shukr, Allohga shukr, doktorlarni boriga shukr. Dunyo turguncha tursin. Siz ham tuzalib keting, umringiz uzoq bo'lsin, shifoli bo'lsin. Mana hamma tomonga yuryapman men. Shunday yurib ko'rsatishim mumkin. Sog'man, yaxshiman. Odzivlarni eshitdinglar, natijalarini ko'rdinglar. Ko'zni quvontiradigan darajada natijalar qilib berganmiz. Ularga manfaatli bo'lganimizdan biz ham juda ham xursandmiz. Siz va sizning yaqinlaringizda shunga o'xshash muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, Skelet klinikasiga murojaat qilishingiz mumkin. Videoda ko'rsatilgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Like bilan podpiskani unutmaymiz.